Oyoq og'rishi 3 ta narsadan. Uchinchisini eshitganda hayratlanasiz. Demak, birinchisi kalsiy kamligidan. Kalsiy ikki xil holatda kam bo'ladi. Birinchisi yosh katta bo'lganda, ikkinchisi esa gijjalar bo'lganda kerakli vitaminlarni biz yeb qo'yish hisobida kalsiy kamligi bo'ladi. Demak, tekshirganda kimda oyoq og'risa, kalsiyni tekshiramiz. Agar kalsiy kam, gijjani tekshirib ko'ramiz. Ikkinchisi plaskostopiyadan, yossa oyoqlikdan. Buni ortopedlar aytgan bo'lishi kerak bo'ladi va biz aytgan uchinchisi bu tomoq og'rishi. Tomoq og'rishida birinchi o'rinda stafilokokk, streptokokk bo'ldimi? Har bitta cho'pni u boshi bor, bu boshi bor. Tomoqdan infeksiya kelsa, sekin u hamma organlarni egallab, ayollarda jenskida vyudeleniya ko'payadi, erkaklarda ham tez-tez shamollashlar bo'laveradi, sistitlar bo'laveradi, keyinchalik esa oyoq og'rishi bo'ladi. Yosh bolalarda ham oyoq og'ridimi, onasini tomog'i og'risa kerak deb aytaman. O'sha uchun mana shunga e'tibor qilishimiz kerak. Oyog'ingiz og'ridimi? Klinikamizga murojaat qiling. Biz sizga albatta sababini topib beramiz.